siz o'zi gazoblok bilan polistiroblokni yonma-yon qo'ysa ajrata olasizmi? Biz sizga bugun polistiroblokni ajratishni o'rgatamiz. Polistiro materiali tayyor shunday shakar ko'rinishida bo'ladi. Bu apparatga tushgandan keyin apparat buni chiroyli tarzda ishlab berib, shu holatga keltiriladi. Shuncha narsani ko'rib turganingizdek, juda ham yengil holatda bo'ladi. Undan keyin mishalkaga tushadi. Mishalka jarayonida yaqinroq keling ko'rsataman. Mishalka jarayonida xuddi shunday holatdan polistirobloklar to'liq holatda quyiladi. Bilasizlar, gazobloklar ozgina kamroq quyiladi, ularga kristal qo'shilgandan keyin u ishadi. Bu esa to'liq holatda bo'ladi. Hozirgi kunda bu trendga chiqib boryapti. Sababi umuman shovqin o'tkazmaydi, sovuq o'tkazmaydi, yonmaydi, cho'kmaydi, xullas. Undan ham eng yaxshisi hozirgi kunda hamma so'rab turgan miqoqsa ushaydigan holatdagisi aynan shu bo'ladi. Endi bu rivojlanib boryapti. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, polistiroblok gazoblokdan ko'ra ozgina farq qiladi. 23 ming so'm narxda bo'ladi. Shu yerda o'zida dastavkasi, kleysi bilan bo'lsa 24 mingdan Andijon viloyati bo'ylab. Gazoblok mahsuloti bo'ladigan bo'lsa 16 ming so'm. Shu yerda mahsuloti dastavkasi bilan bo'ladigan bo'lsa 17 ming so'mdan bo'ladi. Undan tashqari yana bir zo'r narsani aytib o'tamiz. Shu ko'rib turgan apparatlarida o'zlari yasab, sizga ish jarayonini o'rgatib berishar ekan. Hamda hozirgi kunda kit bo'layotgan lombos hamda pastga steshga qo'yilayotgan bu polistiro mahsulotlarini tayyor va yarim tayyor holatda dastavkasi ichida qilib berishadi. Bu degani osongina tomga loy bosmasdan yoki steshkangizga sovuq o'tkazmasdan birdaniga ishni yopishingiz mumkin. Manzil masalasiga keladigan bo'lsak, Andijon viloyati Izboskan tumani Janoboddan yangi yo'lga, ya'ni Teshiy mozorga qarab yurganingizda yo'lda bo'yida joylashgan. Biz pastda Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiramiz va egasini o'zining nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqib, shunday mahsulotlardan foydalanib qoling.